Nega svetoforlar qizil, sariq va yashil rangda? Bugun kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan svetoforlar nega aynan qizil, sariq va yashil rangdan iborat ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Aslida bu tanlov bejiz emas. Dunyoda ilk svetoforlar 1868-yilda London ko'chalarida paydo bo'lgan bo'lib, ular faqat qizil va yashil rangdan iborat edi va ular qo'lda boshqarilgan. 1920-yilda AQSh haydovchilarni ogohlantirish uchun sariq rang qo'shildi. Qizil rang qon va xavf bilan bog'liq bo'lganligi sababli butun dunyoda to'xta va taqiqlanadi ma'nosini anglatadi. Yashil rang esa unga qarama-qarshi bo'lib harakatlanish mumkin ruxsatini bildiradi. Sariq rang esa bu ikki holatning o'rtasidagi ogohlantiruvchi signal sifatida tanlangan. Qiziq jihati shundaki, ko'plab mamlakatlarda svetofor ranglari maxsus soyada bo'ladi. Bu ranglarni farqlashda qiynaladigan insonlar uchun qulaylik yaratish maqsadida qilingan. Sodda ko'ringan bu uch rang ortida katta tarix va ilmiy asos yashiringan.